Adil gaplaringni anglab ayt xo'sh bo'ldik. Sen bilan so'zlashmaganimizga uzoq bo'libdi, yarim yildan eshibdi. Biz Urumchiga mang'ichilikmi sen bilan xo'shlasholmadik. Aldirab ketib qoldik. Bizga 4 oylik ruxsat berganda ishlarimiz bitmay, yana 2 oy uzartib, jami 6 oy turib yetib keldik. Yak berib qilgan ishlarimiz qalajaq. Birinchisi bizning maoshimizni tutib olganda 6-7 yil bo'libdi-ki. Shuni iltimos qilib, maoshimizni asli keltirib, bermagan pullarni to'liqlab elib, bundan keyin berdigan qilib, uni kog'i kirgizib, qaytib keldik. Hozir ham kelganimizga 2 oy qolay dedi. Şu ka arkalık meşeden maaşımızı elvatımız, maaşımızı tırıldırdık. İkincisi, üyümüz kapqağan, onundan tuqqalla oturup durgan, şunda olsun hem de oturup durgan öy, hem de bizim kulumuzdan çıkı az qalgan öyde, onu mu setip ettik. Yerde çetelliklerinin üyini elip setişki bulmaydı iken, biz bir tuqqalla arkalık şularının namıdı setip, toluq satamadık. Tuqqalla arlaşkandikin ular yine azarak itibar kılış doğru gelip, herhalde de az olsun, cık olsun setip ettik. Öy koldan çıktı. Ama şu işkisini bittiriş için biraz vakit geti kaldı. Biz basak Urumchi shunda chiroyli ko'rindi. Biz 6 oydak turdik. Shu 6 oy jarayonda bir kunmi o'zimizning uyida g'izo qilib yemedik. Kunda restoranda bo'ldik. Kunda do'stlar, og'inlar, qarindosh tuqqanlar, o'quvchilarimiz, saboqdoshlarimiz shu restoranga chaqirdi. Yeğenin restoranlarıma naiti çıraylı hok etipti. Şunda puzur restoranları şunda yaxşı bezelgen. Lekin milli puraqda emas. Milli puraqdaki restoranlarının hemine çekip etipti. Uygur'un an'anaviy naqshları bilan zinnatlangan, ko'rinishlardan tortib, qurilmalardan tortib, hammasi shu milliy uslubda bo'lgan restoranlarning hammani chekib etibdi. Faqat hamda shu odatdagi sidam zinnatlangan restoranlar qolibdi. Har holda chiroyli, yo'riq, obdankan. Lekin sizlarniki Toshkentning restoranlarining hech 100dan 1 qismiga yetmaydi. Hamda cho'ng yaxshi bo'pti. Lekin milliy uslub degandan butunlay yo'qotib etibdi. Urumchiga borsang, qandaq ahvolda turdi ekansan desang, xuddi gelingni birsi bug'ib olgandek, ko'zingni birsi itib olgandek, quliqingni birsi itib qo'ygandek, shu qilib bir narsalarni ko'rsangmi, ko'gin kelmaydigan, anglag'in kelmaydigan, so'zlashdan qo'rqidi ekansan, o'zingdan o'zing qo'rqidi ekansan. Bizni o saqchilar so'roq qilmadi, naga borsak ixtiyori bo'ldi, turponga bordik, saqchiga deb qo'ydik, o'ynab kelinglar dedi, qumulga bordik, berib kelinglar dedi. Bir oqimizga tushgan, hisob so'roq qilgan ish yo'q. Saqchilar aralashmadi. Bu jihatdan xili yaxshi o'qibdi. Buningdan bir necha yillar ilgari mishadan borgan Uyg'urlarning kayniga odamlar tushib elib, naga bosishaga so'ngdish mengib, uzoq turg'izmay shunday qilibdi ekan. Biz buni 4 oy vaqt to'shqandikan yana iltimos qilib 2 oy uzartib, jami 6 oy turib keldik. O jihatdan yaxshi. Nima uchun shunday
Giyilingni buğib algandek, ko'zingni etib algandek, quliqingni to'sab qo'ygandek bo'ldi desang, Uyg'urning butun narsasini tugatib etibdi. Uyg'urcha xatni ko'rmaysan. Uyg'urcha yoziq yo'q. Uyg'urcha matbuot, gazet, jurnal, kitob deganning hammasini ko'ydirib etibdi. Uyg'urcha odatdagi roman, tarix jurnali, madaniyat jurnali degandek jurnallar emas, hatto Uyg'ur tilida besilgan Mao Zedongning, Shi Jinpingning asarlarini ko'ydirib etibdi. Ishqilib Uyg'ur yozig'i bo'lsa, hammasi kuyib ketibdi. Uyg'urcha yoziq yo'q. Hamda restoranlarda tuqqanlar bilan o'tirganda Uyg'urcha so'zlashadi ekanmiz, ammo sirtda Uyg'urcha gap yo'q. Hammasi xanso'cha ekan. Xitoycha. Hamda sen Urumchi haqida bir yo'ldoshniki Urumchi haqidagi ta'birlarni evatsa, anglab xo'sh bo'ldik. Urumchiniki odamni jalb qilganligi, har qanday Uyg'ur Urumchidan ayrilishga qiymaydiganligi, Urumchini sevadiganligi haqida jiq bayonlarni debdi. Rost. Shundoq. Ammo hozir undoq emas. Hozir bütün aşı Gobi'den, bütün saylık, bütün yerlerinin hemmesi asmanға taqaşqan bina olub ketibdi. En pakarlarımız 20 qavat, ağaları 30, 40, 50 qavatlik egiz binalı bilan to'shib ketibdi. Boş yer qolmabdi. Hamma yer egiz bina. Bu egiz bina bo'lgan bilan, o egiz binalarning biz uchun ziyni vaken paydası yok. Kögün mü kemmeydi. Biz bardık. Verip Ürümçinin ikiz binalarını görüp lezzetlenmedik. Belki eşip kalgan, ölmey tirek, sak kalgan tuqqanlarımızını, sebdaşlarımızını, savaqdaşlarımızını, okuşlarımızını gördük. Ürümçiniki tabiiy sharoitida yer makonlarida, joylarda biz ko'rgan yerlar qolmabdi. Hammasi yangi. Biz ko'rmagan yerlar. Ko'chalarimiz shu o'zgarib ketibdi. Bizning suyunginimiz shu hayot turayotgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Ko'pi tugab ketibdi. Oldi bilan cho'ng jihatni aytganda bilimi var, jigiri var, g'urur var, umid var, o'g'ilvolchiligi var, millatparvar, mushunday odamlarning hammasi o'lib ketgan. O'lmaganlarmi turmida. Tirik o'likda endi. Shu odamlar o'lib ketgandan, yo'qolib ketgandan Urumchining xuddiligi guli tushib ketgan, gulsiz gullardek bo'lib qolgan. Guli to'zib ketgan, gullardek bo'lib qolgan. Yeshillik bor, gul yo'q. G'uncha yo'q, gul yo'q. Uningdan chiqadigan xush puroq yo'q. Gul yo'q, bir tup gulning yeniga kelsangmi hech qanday puroq bo'lmaydi. Urumchining odamni o'ziga mahliya qildigan yeri ashu o'lib ketgan, o'ltirib ketgan va turmaga tushib ketgan vijdon egallarniki purg'i. Shularning g'ururi Urumchini bizga guldek purtiyotganlar shular edi. Urumchini heligo 20 qavatgan 100 qavat qavatsangmi, endi ondaq jalb qildigan, ondaq jazbidorlikni endi tiklayolmaydi. Bizning maktabni misolga olsang 5-6 qaptimiz.
Әң қерisi Құрбан Көжаң deydigan xujuluq tishlaydigan bir odam bordi. Shu o'lmabdi, 93-94 yosh kiribdi. Ondan keyin qolsa G'ani qapti, G'ani 87 yosh kiribdi. Ondan keyin Tursun Qodir deydigan birisi qapti. Onu 86-85'lerdi bor. Ondan qolsa men qaptiman 85 kiribdiman. Onundan keyinlari hammasi yosh. Masalan, Sopaxon deydigan bir rassom o'qituvchimiz bor. Bir 80 yosh kiribdi. Mendan keyin eng cho'nglari shu 80 yosh kiribdi. San'at ümigidagilarning ishidimi eng cho'nglari shu saq tirik qolganlari shu eng cho'nglari 80 yoshda qolibdi. Ondan qolganlari yo'q. Hamda Ürümchidimi muqom ansambli, opera teatri, naqsh usul teatri deydigan teatrlar bo'lgan. Hammasi yo'q. Teatr yo'q, naqshi yo'q, konsert yo'q. Ko'chaga chiqsang kitob yo'q, jurnal yo'q, gazet yo'q. Do'stlar bilan ko'rishsang zivoning yo'q. Kimning uyiga borsang, kirib o'qishlik og'zini qo'li bilan mundaq to'sab, gap qilma deb ishorat qilib turdi. Hamda odam bilan ko'rishaylik-yu, gap qilamisak, uning nima mazmuni bo'lsin? Uning nima bir lazzati bo'lsin? Gap yo'q. Hamda Uyg'urlar bor. Ürümchida mengayotgan Uyg'urlarni ko'rma. Lekin ashlarning hammasi xuddi jini yo'q, jismi yo'q, ruhi yo'q, bir xil kulangilardek ko'rindi menga. Ustiga kiyim kiyib mengayotgan, tomoq yeyotgan, ammo kallasida hech qanday fikr yo'q, yuragida hech qanday bir ritim yo'q. Ish qilib bir mengayotgan, haliq bir hikoya cho'chaklarda anglagan, ashunaq bir ruhlar bo'lgan, shuning o'xshash odamlarga. Hech kim salomlashmaydi. Ko'chada mangsang hech kimga salom qilmaydi. Hech kimdan tinchlik so'rashmaydi. Hech kimning hech kim bilan chatig'i yo'q. Hamda sen bizga yo'lga ushurdiki Ürümchi andaq emasdi. Masalan, bak yiroqni demasakmi, biz Amerikaga kelishdan ilgirki 20 yillarni misolga olsakmi, Ürümchidan biz ittifoq yo'lidan, san'at maktabdan Erdo'cho'zigachilik mangsak, yo'lda 1 soat, 2 soat vaqt ketadi. 10 mangdamda birdan odam ko'rishib turgan, salomlashib turgan. Ular bilan salomlashimiz, chaqchaqlashimiz, hatto gaylar bilan gaplarimiz uzoq ketib, bir tal, 2 tal tomoq yeb turish ketimiz. Shunda mungdishatdik. Hozir odam yo'q. Bizni hech kim tunimaydi, biz hech kim tunimaymiz. Tuniydigan odamlar bilan so'zlashib bo'lmaydi. Men jiqqaqshab ketdim, keyingi davomini keyin deb beray. Buningdan jiqqa ketsin bo'lsa, zerki qolsa gapni. Men ana ashunda vaziyatda qaytib keldik. Chiroyli binolar bor, avtobuslar ko'paygan, yo'llar chiroylilashgan, lekin odam yo'q. Mengayotganlar mening cho'g'anda ruhi yo'q, fikri yo'q, hech qanday bir xiyoli yo'q, shunday bir kulangidakli mengayotgan odamlar. Hamma yerda do'kon, mangdamda bir oshxona. Lekin u oshxonalarning hech qaysisi 20 yildagi oshxonadek ta'mlik emas. Masalan, Namingdagi bir tor, kona yiqilib ketay degan bir ko'chaning ichida
bir samsxana vardı. Bir samsı 6 mo'chenti. Bu qatam shu yerga berib qoldik. Hacim bilan. Shu samsxana yana baka. Shu o'rlik etay degan maymoq samsxana shop eti turibdi. Qo'shib ketdik. Shuning bilan sinab yiqish uchun elimi azaroq olibdikanmiz. 10 tal samsa oldik. Bir tal samsa 3 qo'yshanki. 10 tal samsa ilib, shu burunqi 6 mo'challik samsa yegan o'rindiqlarda o'tirib yedik. Shu bir tal samsani shundoq tasdi yedik. Qolganini tashlab etay desang, pulga setib olgan, o'zi qo'saqmi oshqon yedik. Ammo samsa yedikmi, nima yedik uqmaymiz. Heliqi 6 mo'challik samsa degan burnimizga purab turdi. Yo'q. Undaq samsalar yo'q. Shu maymoq do'konda go'shnallar bordi, 3 qo'ychanti. Hozir katta restoranlardami go'shnan borki? Go'shnan yapaqdiq. Yo'q. Ay 3 qo'ychanlik go'shnan emas. Hozirgi go'shnanlar 30 qo'ykan. Shu burunqi 3 qo'ychanlik go'shnandek bor cho'ngligi. 30 qo'ychanki. Ammo yigimiz kelmadi. Odalamda bugun shunchalik so'zlay. Men hayajonlanib qoldim. Sinema jiq avar qilatmay. Sen baya Kerem to'g'riliq gap qilsan. Kerem o'lkatganiga 3 yildan oshdi. Jinasining Kerem Seriq o'lkatganiga 3 yildan oshdi. Her halde uzun yaşadı. Şambalga uçurmadı. Öz acılarını ülketti. Tüyek etti. Hem de bizning san'at maktabini Bagang degan yerga ko'chirib ketibdi. Hozir Urumchida hech qanday maktab, hech qanday idora jamiyatga hech kim kirolmaydi. Hammasining oldida Bronevni o'tlagan askar yoqimizda bo'an deydigan amonlik saqlovchi odamlar ishning oldida turadi. Shu maktabning, shu idoraning odam bo'lsa kiralaydi, undan boshqa odam kirolmaydi. Hech qanday idoraga hech kim kirolmaydi. Hamda ishlar shunchalik davomini men atogin telefon qanday yana deb beray. Bizniki o'quvchimiz Muxtarga ko'pdan ko'p seg'inib salom ayt. Bo'lsam shu gaplarimizni anglitib qo'y. Muxtarning otalari o'tag'an ko'chani cheqib, uni o'zgartib etibdi. U ko'chalarmi yo'q hozir. Muxtarga seg'inib salom aytqin. Yo'ldoshingga, farzandlaringga, nevaralaringga salom. Sizlarni seg'indik. Xudoyim ömrimizni bersa, kelar yillari cho'qim Toshkentga berib, sen bilan, Muxtar bilan didar ko'rishib, Toshkentni bir quchoqlab so'ygimiz kelyotdi. Toshkentni seg'indik. Xayr xo'sh.